Hammaga salomiki Venesiya kuzatuvchilari, bugun navbatdagi mijozimiz Muharramni qolamiz. Bizlarni 5-qavatda o'zbek xonadonlar xarid qilgandilar. Tabriklab qo'yamiz. Bu aksiya asosida xarid qilgandilar. Xolajon, xonadonlar qutlug' bo'lsin. Tabriklaymiz. Shartnoma hujjatlaringiz va bayram munosabati bilan xarid qilganlari uchun endi Navro'z bayrami bilan shu gullarni tabriklaymiz. Mana shu gullar doim ochilib, chiroyli bo'lib yuring. Xonadonlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Xudoyam tanjollaring sog' bo'lsin, bundanda martabalaring ulug' bo'lsin. Qilayotgan hamma ishlaring xayrli bo'lsin. Elga qilayotgan xizmatlaring hamisha bardavom bo'lsin. Tanjollaring sog' bo'lib, har doim el xizmatida yuringlar. Yashang. Qilgan ishlaring uchun rahmat. Sizlarga ham shuncha urinib berganlaring uchun rahmat. O'shalarda chiroyli bo'lib, uni o'tirishlik hammamizga nasib bo'lsin. Birgalikda yuraylik. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat. Tanjollaringiz sog'. Xolajon, bu uylarni kim uchun oldi? O'zi uchun yo bolalarga, bolajonlarga? Bolalar, nevaralarga, hammasiga oldik. Yashang. Xudo xolasa yana bitta xonali uyni olishni niyat qilganlar tez orada. Xudo xolasa tez orada harakat qilib olamiz. Zo'r, xudo xolasa. Yashang. Sizni kutib qolamiz o'zimizni. Salomat bo'ling. Uyda hamlab qo'yasiz. Bo'pti, rahmat.